Aytilmagan so'z. Muhabbat dunyoni tutib turadi degan gapni eshitgan edim bolalikda. Yaqinda esa qadrli ustozim Nodir opaning yaxshi insonlar dunyoni tutib turadi degan so'zlari meni uzoq o'yga toldirdi. Darhaqiqat, muhabbat faqat yaxshi insonlardagina bo'ladi va ularni zulmatdan nurga olib boruvchi munavvar yo'lga boshlaydi. Biz insonlar hamisha do'stlarimizga, tanish birodarlarimizga xushfe'l munosabatda bo'lamiz-ku, ammo negadir o'z oila a'zolarimiz, ota-onamiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga kelganda ulardan ikki og'iz shirin so'zimizni va samimiy tabassumimizni, mehrimizni qizg'anamiz. Va holbuki bizning mehrimizga, e'tiborimizga do'st va birodarlarimizdan ko'ra o'z yaqinlarimiz ko'proq muhtojdirlar. Har tong uyqudan uyg'onar ekanmiz, ularning mehribon chehralarini ko'ramiz. Ular bizni hech qachon tashlab ketmaydigandek tuyuladi. Aslida har bir inson g'animat ekanligini unutib qo'yamiz. Dilbar bugun oppoq libosda, oppoq orzularga belangan oydin kechada katta va mashaqqatli hayotga qadam qo'ymoqda. Bolaligi va beg'uborligi o'tgan qadrdon ota-uyini tark etayotgan paytda qalbining qat-qatida yashiringan so'zlari bugun yomg'ir kabi quyilib, butun badanini qamrab olgandek tuyuldi. Bir zumda yillar devori qulab, ota-onasining bag'rida o'tgan quvnoq va baxtiyor bolaligi yodiga tushdi. Qalbining tub-tubidan bir nido otildi. Onajon, onajonim, onajonginam. Bugun bag'ringizdan yulib olingan qushdek o'zga makonga uchib ketyapman. Shuncha yillardan beri tashvish va kulfatda menga panoh bo'lgan bag'ringizda endi bir zumga ham joy yo'qmi ona? Ayni damda bolalikka qaytgim kelyapti. Yana har tong sizning mehr muhabbatga to'la ovozingiz sadosidan uyg'onishni istayman. Yuzingizdagi har bir ajinda, sochingizning oqida asli mening injiqligu sizga bergan ozorlarim izlari bordir. Bir donam mening deya erkalardingiz. Men esa evaz sizni yolg'iz qoldirib, o'zgalarning bog'iga oshiqdim. Betob bo'lsam, dardlaringni olay der edingiz. Men esa o'zimni battar kasalga soldim. Men uchun quvonib kiyimlar olib keldingiz. Men esa ularni urftaymasligini ro'kach qilib, burchakka uloqtirdim. Uzoq shaharda o'qigan chog'im qo'ng'iroq qil, sog'indim dedingiz. Men esa sizga emas, qiyin paytim eslashga ham yaramaydigan do'stlarimga qo'ng'iroq qildim. Siz meni kutdingiz. Men bo'lsa sizga ikkitagina non ko'tarib kelish o'rniga 2 qop to'la g'alvalarimni orqalab keldim. Shunda ham quvondingiz. Kelishimga issiq taomlar tayyorlab, dasturxon yoydingiz. Men esa holingizni so'ramay, kela solib o'z muammolarim, tashvishlarimni sizga dasturxon qildim. Siz esa o'z g'am anduhlaringizni qo'yib, mening tashvishlarim sarhadiga ko'mildingiz. Yuzingizda yana bir ajin, sochingizda yana bir oq tola paydo bo'ldi. Kechiring. Shu birgina so'zni, bir og'izgina so'zni bugun ham sizga ayta olmay, ostonangizdan ketyapman ona. Sizning ko'zingizga boqsam, ham quvonch, ham qayg'uni ko'ryapman. Bugun ayni paytda anglab yetgan yagona haqiqatim, mening eng katta baxtim, borlig'im, boyligim aslida sizning borligingiz ekan, onajon. Bu so'zlar Dilbarning xayollaridan yashin kabi tezlikda o'tdi. Yashin sachratgan uchqun esa Dilbar uchun bir umr onasini qadrlash uchun yo'l ko'rsatib turardi.
Dilbar o'zini onasining bag'riga otdi-yu uzoq yig'ladi. Onalar shu qadar karami keng insonlar ekanki, biz ulardan kechirim so'ramasak ham qilgan xatolarimizni, ayblarimizni allaqachonlar kechirib bo'lishar ekan. Biz esa negadir oldimizda oqqan suvning qadriga yetmaymiz. Hikoyamga yakun yasar ekanman. Hammamizga ham birdek tanish bo'lgan jumlalarni keltirib o'tmoqchiman. Jannat onalarning oyog'i ostidadir. Guli Magrurovna, Qo'qon shahar.